فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Bunday o'qisak, noto'g'ri o'qigan bo'lamiz. Toriq surasi 17-oyatining oxirida kichik mim yozilganligini ko'rishligimiz mumkin. Bu mim nega yozilgan, qachon o'qiladi-yu, qachon o'qilmaydi? Tanvinlardan keyin ba harfi keladigan bo'lsa, biz bu tanvinlarni baga iqlob qilamiz, ya'ni tanvinni mimga aylantirib yuboramiz. Lablarni yengil tekkizgan holatda ikki harakat atrofida cho'zib talaffuz qilamiz. Misol uchun Sami'un basirun jazaan bima. Toriq surasi 17-oyatining oxirida an tanvindan so'ng ba harfi yo'q. Binobarin bu oyatdan keyin birorta oyat ham yo'q. Lekin nega tanvinning baga yo'liqqandagi shakli yozilgan? Buning sababi, agar biz ushbu oyatni undan keyin kelayotgan suraga vasl qilib bog'lab o'qiydigan bo'lsak, o'rtada basmalani o'qishligimiz kerak. Va shunda an tanvini basmaladagi ba harfiga yo'liqadi va iqlob qoidasini yuzaga chiqaramiz. Basmalani o'qiymiz va A'la surasining 1-oyatini o'qiymiz. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Bu yerda Toriq 17 Basmala va A'la surasining 1-oyatini qo'shib o'qidik.